Bismillahirrohmanirrohim. Endi mana suhbatimizni boshlaymiz. Suhbatimizni mavzusi taklif bo'ldiki, shu ota-ona haqida gapirib bersangiz degan taklif bo'ldi. Darhaqiqat bu mavzu haqida har qancha gapirilsa, har qancha eshitilsa, har qancha yozilsa, har qancha o'qilsa oz. To'lg'oq tutishlari, o'lib qolay deyishi, dodolodod qilishligi, baqirib chanqirishi, umurtqasi uzilib ketay deyishligi va jon olib, jon berib dunyoga keltirishligi, oq sut berishligi, kechalari bedor bo'lib, beshik tevratib chiqishligi, bemor bo'lib qolsa bag'riga bosib, kechasi bilan shirin uyqusini harom qilib chiqishliklarini, issiqni issiq, sovuqni sovuq demasdan shu bolalarim deb bechora qo'li muzlab qolsa ham, qo'li yorilib ketsa ham shu non deb ro'zg'or tashvishida o'tgan deb onani kim yozgan? Aytishlik kerakki, o'qishni bilmaydi, o'qishdaman deb bechora o'zi kiymay ustuvoshlar olib berib, maktab ruchka, qalam, daftarlar olib berib, popkalar olib berib, ustuvoshlar olib berib o'qitib ham qo'ygandi. Kim yarim bet onasi haqida yozgan? Onani inson qadrini bilaman desa, uylansa xotinidan ko'rsin. Chunki u xotin ham ayolligi uchun xotindagi holat onamizda ham o'tganda. Homilador bo'lganda na yeyishida, na kiyishida, na yotishida, na turishida halovatini yo'qotib qo'yadi. Bola uchun o'shani ham zimmasiga olgan ham shu onada. Yo ota haqida mana ota deb turib yarim bet bo'lsa ham kim yozgan? O'tirib olaverasa endi bo'ldi, choy ham hamma yo'q, endi bo'ldi, endi xalati bo'lar ekan, yuraversalaring ham. Bo'ldi, endi o'tiringlar. Umid bilan qo'yilgan mana suv bor, suv ham ichaveradi, choy ham bor, hamma yo'q bor. Xayol chachilar ekanda, ikkita choynakni ko'tarib olib, yurib mana aytamanki, otani, onani yuziga vijdonan qaragan odam yig'laydi. Hech qarab ko'rganmisiz? Bechora bir kosa ovqatga qoni to'yadi. Bir kosa ovqatga qoni. Lekin kechasi yu kunduzi dardi, g'ami, alami, tashvishi, bozori yaxshi bo'lsa, ro'zg'ori yaxshi bo'lsa bechora xursand. Bolalarimni yaxshi yediryapman, yaxshi kiydiryapman. U oyda 15 yorug', 15 qorong'i bo'lsa, yorug'ida xursand, qorong'isida-chi. Bolam non deb yig'lamasin deb bechora boshiga nima ish kelsa qiladi. Kechalari uyqusi qochib ketadi. Nima bo'larkin, nima qilarkinman? Yig'laydi ham, qarang, yig'laydi ham. Shu bolam non deb yig'lamasin deb. Shuning uchun otaga, onaga eng og'ir holat nima desa, bolasini non deb yig'lamasligida. Otani, onani yuziga inson vijdonan qarasa yig'laydi deb bir joyda shunaqa kechasida suhbat qilib bersam, bir yigit aytadi, keyin ko'rishganimizda ota-onam vafot etib ketishgan edi. Hech ham uyga shoshilmay qo'ygan edim. Chunki ota-onam o'lgandan keyin hovlimizdan maza ketib qolgan edi. Uy qurib ham maza qilmadim, to'y qilib ham maza qilmadim, mashina olib ham maza qilmadim deydi. Nimaga desam, ota-ona o'lgandan keyin uy qursangiz shuni ota-onam ko'rmadi-da degan ichingizda bir g'alati narsa o'tar ekan deydi. To'y qilsangiz deydi, to'yni nimasi ichingizda bir nima o'tar ekan. Mashina olsangiz, mashinani nimasida bir g'alati bir insonning hayotida bir kemtiklik, uni hech kim to'ldira olmas ekan. Na xotin, na bola, na nevara hech kim to'ldira olmas. U bo'shliqda deydi. O'sha kuni suhbatingizni eshitdim-u deydi.
tasavvurimda hovlida ota-onam turganga o'xshashyapti-da deydi. Kutib turishganga deydi. Shunaqa ham shoshilib borsam, hovlida yo'q, ayvondagi o'xshashdi, ayvonga kirsam yo'q, dalizdagi o'xshashdi, dalizga kirsam yo'q, katta uydagi o'xshashdi, katta uyga kirsam yo'q, tashqi hovlidagi o'xshashdi, yugurib chiqsam deydi, yo'q, orqamdan xotinim chiqdi deydi. Dadasi, nima bo'ldi? Nima oqtaryapsiz? Ayting. Otam, onam ko'zimga ko'rindi. Xayolimga kirib qolishdi. Desa, sog'inib qolibsiz-da. Qaynatamdan qolgan liboslarni yuvib, taklab, shpanerda orqasidagi toshchaga qo'yib qo'ygan edim. Libosni ko'ring, ko'rgandek bo'lasiz. Hidlen, hidlagandek bo'lasiz dedi. Bir hovuch oltin topgandek bo'lib shoshilib kirsam deydi. Tokchada yo'q, u tokcha, bu tokcha, shpanerda qarasam yo'q. Bir mahal qizim kirdi-da, dada nima oqtaryapsiz? Opoqiz bilan buvingizni eski liboslarini oningiz yuvib taklab qo'ygan ekan, shuni oqtaryapman. Dada, ilgarikini uyimizda uvada rangi o'chgan liboslar nima qiladi deb tandirga olib chiqib yoqib yoribman deydi. Shunaqa dod dedimki deydi, Robbim, otamni, onamni tirikligida ertaga ko'rmay qolaman. Vafot etishsa tushimga kirmayapti deb, nima xato, nima ayib, nima bo'ldi ekan deb, nima qiluvdim-ekin deb izlanaman o'zimdan xato. Tirikligida ko'rib olay deb ko'rib olmagan ekanman. Endi liboslarini ko'rib, ko'rgandek bo'lay desam deydi, liboslari ham yo'q deydi. Tirikligida otammi, onammi hidlab olay, ertaga hidi tugul izini ham topolmay qolaman deb hidlab olmagan ekanman tirikligida. Endi bo'lsa libosini hidlasam, hidlagandek bo'laman desam, shu libos ham yo'q deb rosa dod dedim deydi. Tong otdi-yu deydi, to'lg'onib chiqdim-da qabristonga bordim deydi. Qabristonga borib otamni, onamni deydi, qabriga qarab shunaqa yig'i keldiki, qabriga bag'rimni qo'yib yig'ladim. Qabrni quchoqlab yig'ladim dedi. Nimaga desam, ko'nglimga bir xayol kelib qoldiki, shuncha o'g'il boqib, shuncha qiz boqib, yemay yedirib, kiymay kiydirib, o'qimishli bo'lsin, hunarmand bo'lsin, noni butun bo'lsin deb tiyinini tiyinda, so'mini so'mda qilib, haftasiga oyida pullarni berib, o'qimishli qilib, hunarmand qilib, nonini butun qilib, shu otam, shu onam nima ko'rdi? Bolalarni o'qitganini, yo'q, hunarmand qilganini, rohatini kim ko'rdi degan narsa keldi-yu, dod deb yig'ladim. Ustoz dedi, ha desam, otani, onani yuziga emas, qabriga qarasa ham inson yig'laverar ekan deydi. Qarang, qabriga qarasa ham inson yig'laverar ekan deydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Azimul Shanda marhamat qiladiki, astag'izu billah va vasoynal insana bivalidayhi ihsan. Buyuradi Alloh, hukm qiladi Alloh insonlarga, ota-onaga yaxshilik qilishlik. Buyurayotgan narsasini qarang, Allohning yaxshiligi chegarasi yo'q-da. Ya'ni farzandni imkoniyatidan, sharoitidan, qo'lidan kelgancha yaxshilik qilsin. Chunki ota-ona farzandini qilgan yaxshiligini katta kichigiga qaramaydi. Nimasiga qaraydi desa, qilinishligiga qarar ekanda. Imkoniyatidan, sharoitidan, qo'lidan kelgancha yaxshilik qilsa, bechorani ko'ngli ko'tarilar ekan. Xursand bo'lar ekan. Qarang, xursand bo'lar ekan. Kim otasi yo onasini xursand qilsa, bitta qul ozod qilganda savob beriladi dedilar Rasululloh. Bir sahoba aytdilar, "Ya Rasululloh, ya Rasululloh, 10 ta xursand qilsa-chi dedilar, 10 ta qul ozod qilganda savob beriladi." Bir sahoba aytdilar, "Ya Rasululloh, 100 ta xursand qilsa-chi dedilar, 100 ta qul ozod qilganda savob beriladi" dedilar. Bir sahoba berilib ketgan ekanlar, kirishib ketib qoldilarda, o'rinlardan turib, "Ya Rasululloh, ya Rasululloh, otam, onam fido bo'lsin sizga. 1000 marta xursand qilsa-chi dedilar, 1000 ta qul ozod qilgan savob beriladi." Ota-ona jinni yo ko'rbas. Bolani imkoniyatini ham, sharoitini ham, qo'lidan kelishini ham biladi, ko'radi. Agar qo'lidan kelsa ham, imkoniyati bo'lsa ham, sharoiti bo'lsa ham qilmasa-chi, bechora xafa bo'lar ekan, qaqshab yig'lar ekan.
lekin farzandga ko'rsatmaydi. Mana shu yerda hammamiz alhamdulillah ko'p katta bolalar, ko'p katta odamlar biza. Kim otasi onasini yig'laganini ko'rgan? Ko'rsatmaydi bechora. Lekin yig'laydi. Yig'laganda ham maza qilib yig'laydi. Ot tepkisini ot ko'taradi deydi. Shu joyda bir gap borki, kim otasi taraf bo'lib onasiga zulm qilib qo'ysa, kim onasi taraf bo'lib otasiga zulm qilib qo'ysa, oq padaru oq bo'ladi deydi. Otaga zulm qilsa oq padar bo'ladi, onaga zulm qilsa oq bo'ladi. Oq padar oqni jazosi qanday desa, jannatga kirishlik tugul, jannatning hidi harom, jannatning hidi 500 yillik masofaga chiqib turadi. 500 yillik masofa. Shuning uchun hali maqolda ot tepkisini ot ko'taradi deganda, ota onani bir taraf bo'linmas ekanda, o'rtada turilar ekanda, dada qilasiz, ona qilasiz. Ota, ona qilasiz deydilar. Buni mana qariyalar uyiga bir safar borganimizda bir opoqi Mo'ysafid, nuroniy bir opoqi o'tiribdi-da. Mutasaddilardan kirib gaplashsak iloji bormi desam, bor, yuringlar deb billa boshlab kirdik. Bizni nimamizga o'sha xonaga u kishi ham o'tirgan joylardan kirdilar. Salom alaykum, duoyi Fotiha bo'lgandan keyin hol ahvol so'ragandan keyin opoqi nima qilyapsiz desam, mehr oqtarib keldim dedilar. Farzandlaringiz yo'qmi, nabiralaringiz desam, o'g'illarim ham bor, qizlarim ham bor, kelinlarim ham bor, kuyovlarim ham bor, nevaralarim ham bor. 75 ga kiryapman dedilar. 75 ga kir. Tushunmadim opoqi sizga nima bu holat desam, boshidan gapirmasam tushunmaysiz dedilar. Yoshligimda zo'ravon edim. Ko'cha xandoni, uy zindoni edim deydilar. Ko'chada ha hi hu uyga kirganda qovoq solib xotinimni shu darajada urardimki, doddigizib urardim deydi. Shu darajada urardimki, emgalab qolardi deydi. Bolalar katta bo'lganda aralashsa bitasini derazadan, bitasini eshikdan irg'itib yuborardim deydi. Farzandlarim ham, xotinim ham biror marotaba kulganimni ko'rmagan deydi. Yillar, oylar, soatlar o'tdi-yu, qaridik-yu, ayolim vafot etdi-yu, endi bolalarning yuziga qaralmay qoldim deydi. Ular aytmasa ham, gapirmasa ham gapirayotganga o'xshaydiki, dada siz qotilsiz. Onamizni o'ldirgansiz siz. Urib pachaqlab tashlamaganingizda, gapirib ich etini zahar zaqqum pasotga to'ldirmaganingiz onamiz yashar. Dada, mana qarang, biz pul topyapmiz-ku, qani yediraylik desak onamiz, qani kiydiramiz desak onamiz degan hayol kelaverdi deydi bolalarning yuziga qarab. Qaralmay qolib xijolatchilikdan yolg'izlikka o'tdim-da deydi. Mahalla komiteti hokimiyatga chiqib ariza qilib mana qariyalar uyiga kelib oldim deyapti. Qochibdi-da. Ana shuning uchun ustozimiz alayhi rahmani bir gaplari borki, yoshlikda qarishlikni o'ylab hayot kechiring. Yoshlikda urib, qaqshatib, ezib, pachag'ini chiqarib, gapga ustaligidan gapirib, zahar zaqqum pasotga ichini to'ldirib aytar ekanda xotini dadasi, buni qilib gapirganingizdan ko'ra urib o'ldirib qo'ying derkanda. Shunaqa gapga ham usta ekanda, hali marg'iloncha gaplar bo'ladi. Shu darajada gapirar ekanki, suvaydan o'tkazib yuborar ekanda dadasi, buni qilib nima qilgandan o'ldirib qo'yavering derkanda urib. Mana o'lib ham qutulibdi-yu, lekin eri yashab maza qilmayapti-da. Endi qarangki, ko'zimizni oldiga bunday keltirsak, ota o'zi ham hech e'tibor qilganmisiz? Ota bu mana bunaqa to'yi bo'lib, marosimi bo'lib, nikohi o'qilib, onamizni uyimizga olib borgan zot ham ota bo'ladi. O'zini ayolida, ya'ni onamizda hayotini ko'rgan, o'zini hayotidagi shirin shakar bo'lgan, ko'zlarni quvontiradigan farzandlarni shu ayol bilan birga ko'rgan zot ham ota bo'ladi.
orzu havasu, qarang, orzu havasu yaxshiliklarni baham ko'ramiz deb niyat va qasd qilgan zot ham ota bo'ladi. So'yilmagan qovun u xotin ham. Xotin yaxshi bo'lsa berdi Xudo, xotin yomon bo'lsa urdi Xudoda. Lekin yaxshiliklarni qasd qilib, niyatlarni qilib, mana bunaqa to'ylarni qilib, nikohlarni o'qib, uyga olib borib, farzand ko'rishligi kechikkanda erkak bo'lib turib yig'lagan ham ota bo'ladi. Yig'laganda ham ko'zidan yoshini oqizib yig'lagan ham ota bo'ladi. Shu ko'zidan yoshini oqizib yig'lagandagi yig'laganiga arziydigan bola bo'lardikmi? Nima deysiz? U yig'layapti, qorni ochligidan yig'lamayapti, libosi yo'qligidan yig'lamayapti, maskani yo'qligidan, markabi yo'qligidan yig'lamayapti. Nimaga yig'layapti desa, farzand so'rab yig'layapti. O'sha farzand biz. O'sha yig'isiga arziydigan, yig'laganda ko'zidan oqizgan yoshni tomchisiga loyiq farzand bo'lardikmi? Ota kim desa, quruq qo'lini ko'tarib, nola qilib, iltijo qilib, zorlanib, Alloh taoloning rahmini keltirib farzand so'ragan ham ota bo'ladi. Quruq qo'lini ko'tarib duo qilayotgan vaqtida qanaqa farzandni orzu qiluvdi ekan, qanaqa farzandni umid qiluvdi ekan, qanaqa farzandni o'ylovdi ekan, ha? Biz otamiz o'ylagandaqa, otamiz orzu qilgandaqa farzand bo'lardikmikin, ha? Chunki bir inson bir urug'ni ekar ekan, undan hosilni umid qiladi. Bir ko'chatni ekar ekan, ko'chatdan mevani umid qiladi. Agar urug' yaxshi bo'lmasa, hosil yaxshi bo'lmasa, afsus qiladi, nadomat qiladi, pushaymon yeydi, aldandim deydi. Agar ko'chat yaxshi bo'lmasa, aralab tashlaydi. Bolachi desa, kechasi yu kunduzi peshanasida turamiz-ku. Turamiz-ku. Qochib ham bo'lmaydi ota-bolalardan. Turibdi-da, mana turamiz. O'zidan shahzodani yoqib olib, boyitchani yoqib turadi. Otachi desa, ahvolni qarang otani. Mana bechora yana yig'lamadimikin deyin, nimadi desangiz, shunaqa ham sho'r peshana bo'lamanmi? Shunaqa ham shum taqdir bo'lamanmi? Qayerda xato qildim, shunaqa bolani Alloh berdi deb yana yig'lamadimikin, ha? Nima deb o'ylaysiz? Ota kim desa, yig'lariga ko'ra, nolalariga ko'ra, iltijolariga ko'ra ayolida yangilik, xursandchilik xabari, alomati bilinganda eng xursand bo'lgan ham otada. Havoda yuradi bechora. Ota bo'laman. Nimalarni orzu qilib yoradi, qarang. Mana otalar o'tirishibdi. Mana o'tirishibdi. Nimalarni orzu, nimalar umid havoda yuradi. Cheksiz xursandchilik, til ojizini xursandchilik. Ota kim desa, ota bu ayolini to'lg'og'i kechasi boshlanganda shirin uyqusini harom qilib, yumshoq bolishu to'shakda yotalmasdan doktorxonani eshigini tagida o'tirib tikka turib chiqqan ham ota bo'ladi. Ota kim desa, 3 kunlik chaqaloqni ona uyga olib kelib, otani qo'liga berib, dadasi qarang, sizga o'xshaydi desa, xuddi o'zimga o'xshaydi deb o'ylagan ham, aytgan ham ota bo'ladi. Hozir ba'zi bolalar chiqib qoptiki, otam meni yaxshi ko'rmaydi deb. Yaxshi ko'rmasa yig'larmidi? Yaxshi ko'rmasa quruq qo'lini ko'tarib duo qilarmidi? Yaxshi ko'rmasa Banisani eshigini tagida shirin uyqusini harom qilib o'tirib yotibga turib chiqarmidi? Bularni teskarisini qilingchi, bir o'ylab ko'ring. Agar homilador bo'lsang yashamaymiz. Hozir bola keragi yo'q. Nima qilasan, bu yeb chichardi. Men ham otamga, onamga foydam tegmagan. Yeganman, chichganman, yurganman. Nima keragi bor? O'zini o'ylaydigan bola. Tug'maysan, agar homilador bo'lgin,
Homilador bo'lib dadasi desa, ikkita tabletkani ichkisa qatga tushib ketardik. Yaxshi ko'rganligi uchun yig'ladi, zorlandi, iltijo qildi, homilador bo'ldi, xursand bo'ldi. Yo'inki bola dunyoga keldi degan xabar kelganda, agar bolani olib kelsa, oyog'ingni sindiramansa qatga olib kelardi deng. Ota yaxshi ko'rganligi uchun merslarda, ayiqchalarni qilib, oliyda qo'y gumura qolsin, nog'oralarda, u jijiga farqi yo'q. Qonni to'ysa bo'ldi-yu, lekin ayiqchalar, ayiqlar, merslar 223 kelin-kuyov yuradigan nimalarda, bu videochilarni ham issiqda peshonalardan suyog'ini olib yugurtirib, uyga olib kelib, uydagi xursandchiliklar qiling. Yaxshi ko'rganligi uchunmi? Endi tasavvur qiling, ota erkakligi uchun bola men seni yaxshi ko'raman devor olmaydi. Lekin onalarda shunaqa bir xislat borki, yalab, yulqab, shu darajada osmonga olib chiqib shotini olib qo'yishadi. Bolam ajoyib bolasanda. Ko'ling ajoyib, gaping ajoyib. Siz Xudoga sendaqa farzandni berganiga shu bolani ko'rsa undoq qilib dada ham shunaqa qilsin-chi. Erkalab tantiraqlab borardik. Erkalab tantiraqlab borardik. Yaxshi ham otalarda shu o'zini tiyib turishlik. Lekin shunaqa otalar bor. Ey Robbim, shu farzandimni shunaqa ham yaxshi ko'ramanki, tani joni sog' bo'lsin deb duo qiladi bechora. Lekin aytolmaydi-da. Lekin biz dadamizga aytganmizmi? Dada, men sizni juda ham yaxshi ko'raman deganmizmi? Turklarda bir odat bor, qo'lini o'pishlik. Hurmat qilgan insonini qo'lini o'pib. Otadan ko'ra hurmatli inson yo'qligi uchun ular birinchi otadan boshlaydi. Ota, sizni cho'k, ya'ni ko'p degan. Juda ham ko'p yaxshi ko'raman deb qo'lini o'pib, qilmasiga surkirdi. Biz qilganmizmi, gapirganmizmi, aytganmizmi? Aysi qanaqa xursand bo'larkin. Aysi qanaqa xursand bo'larkin. Dada, keling, yelkangizni qo'lab qo'yib qilib. Dada, qanday ham baxtli insonman. Sizdek meni otam bor. Sizdek meni otam bor. Juda ham yaxshi ko'raman deb ko'ringchi. Ota kim desa, o'zi yemay yedirgan, o'zi kiymay kiydirgan zot ota bo'ladi. Shu gapni bir joyda gapirsam, bir yigit aytadi, men taksichiman, onlayn haydayman dedi. Uylandim, to'ylar o'tdi, ayolim homilador bo'ldi, tug'di. O'shangacha men otalikda nima qilganim yo'q edi deydi. Chunki qornim olsa shuni boraman. Hot-dog, lavash, cheeseburger tez bo'ladigan narsa yeb, ishni qilib 12 da uyga kirib ketaveraman. Yoki mashinada yotib uxlab qo'yaveraman deydi. Nima bo'lsa, nima qilaman? Bola tug'ildi, uyga olib keldik. Yana ishga chiqdim-u, qornim ochdi-yu, nimaga fast food qiladigan joyga to'xtadim-da, xuddi Korolevskiy deb buyurdim. Tayyorlayapti-yu, meni miyamda o'tyapti. Shu Korolevskiy, shu xuddoyni yegandan ko'ra pampers olib kirsamchi. Qornim och deydi, tintalab yotibdi deydi. Olib kirsamchi. Xuddoy pampers. Oxiri pampers yutdi deydi. Qo'yavering aka, men chaqirib qolishdi deb deydi. Yo'limda davom etdim-da, uyga deydi, xuddoyni o'rniga pampers ko'tarib, bir to'rg'am nonni yeb, bolamni bitta hidlab uxlardim deydi. Qornim ochligida, bo'ydaqligimda uyqum kelmasdi deydi. Qaytlardi, o'zim ham topib yeb keyin uxlardim deydi. Bola bo'lgandan keyinchi desa, bechorani qarangki, pampers olib kirib, quruqni olib, shunday bolani hidlab pinjiga kirib uxlaribdi-da. Ana ota. Otamizni qarangki, siz u biz ko'chada o'ynab kirsak nonimiz tayyor. Maza qilib yurganmiz-a. To'pni tepib, cho'milib, sho'r bosib uyga kirsak ovqatimiz tayyor. Maza qilib yurganmiz-a.
Endi biz katta bo'ldik-ku, otamiz katta bo'ldi, onamiz katta bo'ldi. Maza qilib yediryapmizmi? Otani, onani topgani ro'zg'ormi-shu, bolani topgani peshana terimishda qarang. Qarang. Otani, onani topgani ro'zg'or, bolaniki peshana teri. Indidan kindikka bekitadi. Hali oylik chiqmasdan turib, oylikka yarasha qarzda olib qo'ygan. Ulgutolmayapti. Dada ham so'raydi, ayasi bu nima bo'lyapti? Uylasa yaxshi bo'ladi, dedingiz, uylasak ham bir ko'rsatmayapti u xemirdi. Bilmadim, endi bolali bo'lib qolsin. Dadasi, ayasi bitta bolali bo'ldi, bir narsa ko'rsatyaptimi? O'zidan ortmayapti, meni pensiyam ham pampersga ketyapti. Ikkita bolali bo'lib qolsin. Ro'zg'or tashvishi bo'yniga tushadi. Ikkita bolali bo'ldi ham, yo'q, bolangizda hech narsa yo'q. Shunaqa bo'lib qoldi-da hozir. 4 ta bolali bo'lganda ukamiz uylanyapti-da, biz dada potaqa bering deb turibmiz-da. Hozir uy bitdi, biz uyga ketyapmiz. Aytalmayaptiki, ota, ukam singillarimni uylab turmushga bermagin jo'r, topganim sizniki, ortgani meniki deyolmayapti. Shunda ota yig'lamaydi deysizmi? Yig'laydi bechora ota. Endi qarangki, yedirishlikda qanchalik yediryapmiz. Mana bolalar katta bo'lib, bolalar ko'payganda ba'zi bir otalar, hamma ham emas, ba'zi bir otalar o'rtoqlarning oshiga ham bormay qo'yadi. Ha desa, vijdoning qiynalar ekan deydi. Ha, tinchlikmi desa, bolalarning rizqini yeb qo'yayotganga o'xshaysan deydi. Bechora uyda mastava, sho'rva, ugra, o'zbeklarda shu inson bo'lsin pamildorisi achchiqqina shakarobni qilib, shakarobni yeb, og'izdan suvi kelib, qarishlikni tezlatib yotibdilar uyda. Katta bo'lmadikmi? Ayting mana, katta bo'lmadikmi? Hech bo'lmasa haftada, bir oyda bir marotaba bir shiq shashlik yegizaldikmi? Agar yana kiymasdan, o'zi kiymasdan kiydirgan. Hali esimizdan chiqmagandir, maktabga ustuvosh qilib berganlari, bayramga ustuvosh qilib berganlari, hayitga ustuvosh qilib berganlari, bitta o'zi, bitta bizga emas, akamiz, opamiz, ukamiz sinimizni olib chiqib, qatorlashtirib, do'konma-do'kon, sayyora, yana rangiga, chokiga qilib ko'nglimizga qarab olib bergan. Olib berganda ham kuyov bolaga o'xshatib olib bergan. Ayniqsa sochlariga xon bo'lib qolganimizda-chi, o'rtog'im kiygandan olib berasiz deb turib olganimizda, puli yetarini ko'rsatib, bolam bu safar kiyib tur desa, o'ziz kiyin deb teskari qarab yurganimizni ham bilasizmi? Erkalik qilib, oyoqni yerga qars sotib urib, orqamizdan kelib, boshimizni silab, yelkamizni silab, o'ziga bitta paypag'am olmasdan olib berganini ham eslalamizmi? Shu ota katta bo'ldi, shu ona katta bo'ldi. Qanchalik libos olib beralyapmiz. Ona bechora halak bo'lib ketadi. Dadasi, quda andalik bo'lib qoldingiz, mehmondorchiliklarga boryapsiz, birorta yaxshi libos olib oling, kim kuyov qiladi deydi bechora. Kim kuyov qiladi? Dadasi, uvol, isrof, uyim to'la libos deydi. Bechora koshki ko'chaga o'sha libosni o'g'li kiyib chiqalsa. Kim otasini kiygan libosini kiyib ko'chaga chiqaladi? Uyatsa kerak-a. Lekin bizi otamiz, onamiz yoshligimizda uyaltirishmaganda. Issiqni issiq, sovuqni sovuq, kechasini kechasi, kunduzini kunduzi demasdan liboslarimizni olib berganda. Endi-chi, biz katta bo'lganda yilda bir marotaba bosh oyoq ustuvosh qilib beralyapmizmi? Bosh oyoq. Qilib bersak qana xursand bo'larkina. Bosh oyoq ustuvosh deyapmiz-ku. Bitta paypag'am olib berganimiz yo'q. Mana so'rang, katta hammamiz. Kim otasiga qishda sovug'ida, muzlamasida do'kondan yo bozordan issiq, yaxshi paypaqni olib kelib, eski kiyib yurgan paypag'ini yechib, kiygizib qo'yalganmizmi? Oyog'i so'qatgandir deb bitta paypaq.
Yo'q desa yo'q emas edi. Yo'q desa yo'q emas edi. Paypaq deyapmiz, kapanini ham qilib berganimiz yo'q. Ana yoshlar kattalar. Kapanini ham. Kapan oxirgi libos. Bechora yana yuzi sig'di, katta ketib, katta gapirsak, "Ey, nimenga katta ketasan? Nimenga katta gapirasan? Otangni yo onangni kapanini ham qilib bergani yo'q" deguvchi yo'q, chunki yuzi sig'di. Bechora ota yo ona 1000 so'm, 2000 so'm qilib kapanini qilib, neneydi, angishoniydi, sovuniydi qilib, yug'uchini puli, qabristonni puli, o'lim tegin deb durraga tugib, tokchaga qo'yib, qo'ni qo'shnini orasida o'ligim to'liq, o'lim tegim to'liq bo'ldi desa, ertamasmi desa, tasbih aytib turadi degan ham shu ona ota bo'ladi. U xotirjam bo'lyapti. Nimaga? Shuncha bolalarni o'qitib, hunarmand qilib, noni butun bo'lsin deb, tiyinini tiyinda, so'mini so'mida qilib, haftasida, oyida sarflab, o'qimishli qilib, hunarmand qilib, nonini butun qilganda yilda bir marotaba bosh oyoq ustivosh qilib bermagan bu bolalar ertaga o'laydigan bo'lsam, shu kapan ham sansala mansala bo'lib, uyda qolgan qilsin, topayotgan qilsin, palon qilsin, piston qilsin deb qo'ni qo'shnini oldida o'ligim sarg'aymasin deb kapanini qilib qo'ysa, maqtanchoqligimizni qarang. Ko'chaga chiqib olib, "Otamni qarang, otamni kapanini ham qilib qo'ygan ekan" dedi. Qiladda. Yaxshi ham pensiyasi bor deydi. Necha bo'lsa ham tirikchiligi bor. O'sha qimir qilib bechora o'lib. Yana ertasiga patag'achi kelsa, patag'ada turiladi-yu. Patag'achi kelsa, patag'achini yelkasiga boshimizni qo'yib nima deymiz? "Otam nima ko'rdi? Otam nima ko'rdi?" Ko'rsatsak ko'radimi? Qachon qarasa o'zidan hali bechorani, nochorni, kambag'alni yo'q bo'lsa, nimani ko'radi otani? Enasini ko'radi. Otamiz, onamiz jinni emas edi. Nimaga bunaqa deyapsiz desiz, ha bolamizni bozorga olib borib, rangiga, chokini chokiga qilib, ustivoshni kiygizib, bobosi yo buvasi qarang deganimdek qarab, ha bolama, didiz chakkimasi va rangiga, chokini chokiga qilibsiz-u, dadingizga bitta paypaq ham qo'shib kelmabsiz deb ichi sitirilmadimikin, ha? Endi bir o'ylab ko'ringki, bola bo'lib oxirgi libosini qilib bermabmiz. Qaytib libos kiymaydi bechora. Yo kiyadi deysizmi o'lgandan keyin. Bola bo'lib qabrda kiyib yotadigan libosini qilib bermabmiz. Qarang, bola bo'lib qabrda kiyib yotadigan libosini qilib bermabmiz. Bola bo'lib Xudoning huzuriga boradigan libosini qilib bermabmiz. Qiyomatda nima bo'lar ekan deydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, jannat onalarning oyog'ini ostida. Jannat onalarning oyog'ini ostida. Jannatning darvozasi ota dedilar. Mana shu joyda bir maqol yuradi xalqimizda, al-qasosu minal haq. Biz o'ylar ekanmiz buni noto'g'ri. Bir odamga zulm qilsa, zulm ko'rgan odam zolimga qasos haq bo'lib qoldidir ekanmiz. Haq degani Alloh ekan. Mansur Hallosh degan zot anal haq, men haqman deganliklar uchun bu Xudoman deyapti deb dorga osib o'ldirib yuborishgan. Ya'ni o'liklariga toshvarang qildirishgan. Furot daryosi toshgan. Shogirdlarga aytgan ekanlar, Furot daryosi toshsa, meni osishgandan keyin toshvarang qilishadi, Furot daryosi toshadi, toshayotganda mo chakmonimni olib daryoga tashinglar, tinchiydi degan. Haqiqatda Furot daryosi toshayotganda chakmonlarni tashashgan nima bo'lgan. Shu zot mana anal haq deb mana o'lib ketdilar, men Xudoman deyapti deb olimlar nima qilib, doriga ostirib olishdi. Endi bu nima desa, Xudo ko'rib turibdi-da. Kim otasiga, onasiga nima qilgan bo'lsa o'shani ko'radi. Xudo ayamas ekan. Mana bir joyda gapirsam, bir 70-yillar, 70-yil akalar o'shalar aytishadi, biz masalan armiyaga borib kelganimizda deydi, uylanishlar boshlandi deydi.
Unda xat yozdi, ziyofatlar bo'lardi. Bunaqa xonlar nima bo'lib turib, bunaqa stol ustul bo'lmasdi. Xon bo'lib, uzun temir stol, temir xon bo'lib nasha qo'yib chiqishardi tovoqlarda deydi. Yoniga popirislari bilan deydi. Chekmagan odam qolmagan edi deydi. Chekdik, rosa bir nimalar bo'ldi. Mustaqil bo'lindi-yu deydi. Mustaqillikdan keyin masjidlar ochildi, namozlar o'qildi, taqvo bo'ldi deydi. Chekishlarga deydi qo'qib tavba qildik, istig'for aytdik-ku. Endi qaytar dunyoligini qasosni qarangki deydi. O'g'lim katta bo'ldi, uyladik. Bir kun ayasi aytib qoldi, dadasi, bolangizni qadami bejo. Oshga ketyapman deyapti. Damasni uyga tashab qo'yursin, piyada borsin. Qandaydir yuragim behurmata. Ha bu. Bolam, ha, garajga tashab keting. O piyada boring. Xo'p bo'ladi. Piyada ketdi. Bir mahal 10 bo'lyapti yo'q, 11 bo'lyapti yo'q. Bir mahal kamera bor, eshik tagida svet bor. Zvoni cholinadi. Xotinim eshikni ochsa ham kirmayapti deydi. Eshikni ochib turib, "Kar bolam" desa ham, "Aya, qizilda o'tiribman svetoforda, qo'l rulda. Fataradar turibdi. O'tsam jarima qiladi. Qizilda o'tganda jarimasi ko'p." deb turibdi deydi. Dadasi, "O'g'lingiz nima bo'lib qopti shekilli, qarang ahvolini, ko'zi qip-qizil." desa, "Baqa yurdi" deb olib bo'lsa, "Dada, o'zingiz to'laysiz jarimasini, qizilda o'tdim" debdi. Uyga olib kirib deydi, doktorlarga tanishlar bordi, telefon qilib, qatiq ichkizib, tabletkalar ichkizib, kayfini tarqatdi-ku. Ayolim aytibdi, dadasi, "Ha, ilgari kuni" deydi, qo'shnimizning qarindoshlardan birlari ertalab xatm qilishayotgan ekan, xatmi Qur'on, shunga go'shtli qatlama qilib bering. Yaxshi qilasiz deyshodi. Go'shtli qatlama qildik-ku deydi. Kechqurun zuvalasini qilib, piyoz go'shtlarini kechqurun qilib qo'yib, tepasini yupqa narsani yopib qo'yib, erta tursak birpasda nima qilamiz deb uxlab ertalab qarasak yo'q-da deydi. Mishiq sudrab ketdimikin deb aqa qarasak yo'q, baqa qarasak yo'q. O'g'limni qarasam, og'zi metlari bo'lib yotdi. Xomicha yeb yoribdi debdi. Kayibdi. Meni yig'latgan narsa deyapti. Nima desa, bizning o'sha vaqtda urf, moda, nasha bo'lgan bo'lsa, o'g'limni nimasida deydi, keyin surishtirsak, bakilashga hitlaydigan bo'lib qolgan ekanlar deydi. Tutun. O'sha paytda qarang, nashani tutunini ham fuda vorishasa, hozir tutunini ham fudashmaydi. U oldan qo'rqatdi. Xoram deydi u oldi. Bakilashga tutunni qilib turib, sho'rillatib turib, bakilashgani g'ijimlab tashab, ko'zlari qip-qizil bo'lib, hiring qilib turishibdi. Meni qo'rqitayotgan narsa deydi, "Men-ku otamni nimasiga bilgan otam meni nasha chekishimni ham" deydi. Chunki eshik ochiq bo'lsa ham devordan oshib tushganmiz deydi. Uyda deydi ovqat qolmagan bo'lsa, asal piyalarni qumursqa to'lib qolgan bo'lsa, qumursqasi bilan yeb ertalab tursak, qumursqa bosib ketgan. Xuddi o'sha qilgan qiliqlar o'g'limda ko'rinyapti-yu, zamonaviy tutun hidlayapti. Ertaga buni bolasi yangilik qanaqa kayib qilar ekan? Men o'shandan qo'rqyapman deydi. Qaytar dunyo ekan. Al-qasosu minal haq. Eng yomoni yana suhbatimizning ikkinchi taomizni harakatini qilaverasa, to'g'ri. Bir professor odam bilan shu bir joyda katta yig'inda men masala qildim. U kishi ham o'zining suhbatini, majlisini, leksiyasini qiladi xonida. Hamma yo'q tugagandan keyin xotirjam gaplashaylik, qori bola. Xo'p, gaplashib o'tirib aytadiki, "Men deydi, shunaqa boy odamni o'g'li bo'lganman" deydi. Maktabga borayotganimda deydi, dadamni puli ko'pligidan 1 so'm sug'ursam dadam bilmas edilar. Endi 1 so'mni qanaqa quvvat desa 12 ta non beradi. 15 tiyinga bemalol abed qilsa bo'ladi. 15 tiyin, 25 tiyinga kekirib orasi deydi. 1 so'mga 4 kishi 25 tiyindan deydi kekirib oradigan darajada ovqatlanib chiqiladi. Gugit 1 tiyin. 2 kunda bir 1 so'm beradilar, o'zimni sug'urganim bilan 2 so'm bo'ladi. Dadam bilmaydilar. O 5-chi, 4-chi sinfga borganda 3 so'mlik sug'uradigan bo'ldim. Har 2 kunda 3 so'm beradilar. O 6-chi, 7-chi sinfga 5 so'm sug'uradigan, 8, 9da 10 so'm sug'uradigan bo'ldim.
O'qishga kirganimda har kuni pul beradilar, men 10 so'm pul sug'uraman deydi. O'qishni bitirdim. Nimaga kirdim? Aspirantura, doktoranturadan mana professor bo'ldim-u deydi. Otam, onam o'lib ketishdi. Men uylandim, farzand ko'rdim, farzandimni uyladim-u, bir kun eshik taqillab qoldi. Chiqsam 3-4 ta bolalar turibdi. Men uy purishman, men pul purishman, men mashina purishman. Men palonchiman. Shu o'g'lingiz mendan shuncha mashina olib sotib yordi. Shu o'g'lingiz mendan pul olib ishlatib yordi. Bu o'g'lingiz meni uylarni olib sotib yorib, yo'q, bermayapti. Meni bunaqa deb hammasi nima qilib $500,000 yo'qotib yoribdi o'g'lim deydi. O'g'limni chaqirsam, nima bo'ldi bolam? Bular nima deyishyapti desa, ha, olib ishlatib. Nimaga ishlatdingiz? Adin ekspertga o'ynab $500,000 tikib yutqizib qo'ydi. Bolalar debdi, ha, ertaga xuftondan keyin kelsalaring, pullaringni beraman. Desam, xo'p bo'ladi deb ketishdi dedi. Kechasi bilan yig'lab chiqdim deydi. Ertasiga deydi, o'sha Chorvoqda dachalar bor edi deydi. Dachalarni deydi, bittasini sotib, yana bittasini sotib $500,000 qildim-da deydi. Haligilarni kutib berishga berib yorib, dod deb yig'ladimki, ey Robbim, men otamdan 1000 so'm, 1 so'm, 3 so'm, 5 so'm, 10 so'm qilib sug'urganimni bolam bir kunda sug'urib qo'ydi. Al-qasosu minal haq. Shuning uchun aytadilarki, farzand hikoya yozadi, uni hikoyasini farzandi o'qib beradi. Agar hikoya yaxshi bo'lsa, ota xursand bo'ladi. Agar hikoya yomon bo'lsa, ota yig'laydi. Qilmish qidirmish deyiladi. Alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Duo qilamiz. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Bi rahmatik. Mana Rasuljon qori ukamiz tashrif qilganlar, qiroat qilib beradilar. Keyin suhbatda davom ettiramiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واسلة منك نازلة إلى روح سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا والأمهاتنا ولمن له حق علينا في الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.